Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Sizga qanday noutbuklar obzor qilamiz aka? Bugun ultrabuklarni obzor qilamiz, ya'ni olib yurishga udobniy ixcham razmerdagi narxi hamyonbop noutbuklar bo'ladi. Bunaqa noutbuklar ham topish hozirgi paytda juda ham qiyin. Sizlar uchun zakazga toptirib keldim. Birinchi noutbukimiz Asus'dan boshlaymiz. Holatlarini qaranglar, go'zalligini, olib yurishga ham ixcham, maza qilib olib yurasizlar, yengilgina. Noutbukimiz holatlari ham go'zal, ichki holatini ham ko'rib turibsizlar. Tiniq sostoyanida noutbuk klaviaturasida lotincha kirillcha bor, undan tashqari klaviatura podsvetkalari ham mavjud. Noutbukimiz 14 dyuymli Full HD IPS displey bilan jihozlangan bo'ladi. Protsessori Intel Core i3 11-avlod 2 adir 4 potok 3 GHz dan bemalol 430 GHz ga turbo GHz razg'unga chiqa oladi. Operatorning xotirasi DDR4 4 GB li 3200 MHz li, ya'ni bemalol AZU qo'shsanglar bo'ladi, bemalol 16 gacha ko'tarsanglar bo'ladi. Doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Noutbukda Intel UHD vstроенный videokarta mavjud. Bu noutbukimiz asosiy student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilarga mo'ljallangan bo'ladi. Yana qo'shimchasiga Photoshop, Corel o'rganmoqchi bo'lganlar, o'yinlarni Counter, Guitar, shunga o'xshagan o'yinlar o'ynamoqchi bo'lganlarga mo'ljallangan bo'ladi. Noutbukimiz narxini sizlar uchun $199 qilib beramiz. Nasl savdo orqali ham xarid bo'ladi. Noutbukimizga 1 oylik garantiya beramiz. Zaryadi 2 soat garantiya, 6 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta qanaqa yo'nalishda foydalanishlarga qarab yetadi. Kerakli supportlar, hamma narsasi bor. Noutbuk 2022-yilda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Shoshilinglar, soni chegaralangan. Va keyingi noutbukimiz ko'pchilik so'ragan Huawei noutbukimiz yetib keldi. Holatini qaranglar, o'ta go'zal. Ranglari ham ixchamgina bo'ladi. Olib yurishga ham juda ham udobniy. Полный metallический korpus bilan jihozlangan bo'ladi. Отпечатkalari bor. Bunda ham kirillcha, lotincha bor. 14 dyuymli Full HD IPS displey bilan jihozlangan. 300 nitsli ekrani ham juda tiniq. Protsessori Intel Core i3 1215U protsessor, 6 yadir 8 ta pato bo'ladi. 120 GHz dan bemalol turbo GHz 430 GHz gacha chiqa oladi. Bu prosessorimiz Core i5 11 daqiqani bemalol ishlab bera oladi. Operatorning xotirasi DDR4 8 GB li bo'ladi, 3733 MHz li. Doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Ikkala xotirasini bemalol kuchaytirsa bo'ladi. Noutbukda Intel UHD vstроенный videokarta mavjud. Bu noutbukimiz ham asosiy student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilarga mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari Corel, Photoshop o'yinlaridan Guitar, Counter, shunga o'xshagan o'yinlarda foydalansa bo'ladi. Narxini sizlar uchun $259 qilib beramiz. Korobka, dokument, hamma narsasi bor. Type-C dan zaryad oladi, kerakli portlari ham mavjud. 1 oylik garantiya beramiz. Noutbukimiz tinimsiz ishlagan vaqtda 13 kungacha shu yerga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Zaryadga 2 soat garantiya beramiz. 8 soatgacha yetib beradi. Albatta qanaqa yo'nalishda foydalanishlariga qarab. Noutbuk 2023 oxiri ishlab chiqarilgan. Hali ham yangilar sotuvda bor. Shoshilinglar, soni chegaralangan. Va keyingi noutbukimiz MSI Modern so'ragan mijozlarimiz uchun mana nihoyat yetib keldi. Bu ham ixcham razmerda olib yurishga juda ham udobniy. Juda tez sotiladi bu model ham. Ko'pchilik yoqadi birdek. Klaviaturasida lotincha kirillcha bor. Klaviaturalar ham ko'rib turibsizlar, taglari ham ponni yonib turadi. Noutbuk metal korpusda bo'ladi. Juda ham mustahkam noutbuk. 14 dyuymli Full HD IPS displey bilan jihozlangan. Protsessori Intel Core i5 10-avlod 4 yadir 8 ta patok 210 GHz dan bemalol turbo GHz da 430 GHz ga turbo GHz ga chiqa oladi. Operatorning xotirasi DDR4 8 GB li 2667 MHz li. Doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Ikkala xotirasini yana kuchaytirsanglar bo'ladi bemalol. Noutbukimizda Intel UHD vstроенный videokarta mavjud, qo'shimcha videokartasi yo'q.
Bu notebook ham основной student o'qituvchi buxgalter trading dasturchilarga mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari Photoshop, Corel o'yinlardan Gita, Counter shunga o'xshagan o'yinlarga mo'ljallangan bo'ladi. Narxini sizlar uchun $249 qilib beramiz. Nasib savdo orqali xarid qilsanglar bo'ladi bemalol. Notebookimizda kerakli USB portlari bor. 1 oylik garantiya beramiz. Zaryadi 2 soat garantiya. Bu ham bemalol 8 soatgacha yetib berish mumkin. Albatta qanaqa yo'nalishda foydalanishlarga qarab yetadi. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi Core i5 10-avlod bo'lgani bilan yangilangan avlod 2022-yil ishlab chiqarilgan. Shoshilinglar, bu notebookimiz ham uzoq turmaydi. Keyingi notebookimiz Dell Latitude so'ragan mijozlarimiz uchun nihoyat sizlarga olib kelib qo'ydik. Bu notebook ham rosa o'rta tanqis bo'ldi. Holatini qaranglar, go'zalligini. O'ta mustahkam, baquvvat notebook. Olib yurishga ham juda ham udobli, og'ir emas. Ichki holatini qaranglar, go'zalligini. Dell amerikanskiy bo'ladi, shunda faqat lotincha bo'ladi, kirilcha qo'shsa bo'lmaydi. Xohlasanglar prozrachniy qilib yopishtirib olsanglar bo'ladi. Bunaqa tagi. Amerikada faqat lotincha foydalanilgani uchun faqat lotincha chiqaradi. Notebookimizda klaviatura podsvetka bor, отпечатки bor. 14 dyumli Full HD IPS displey bilan jihozlangan. Ekran ko'rib turibsizlar, juda ham tiniq. Ishlasanglar ham maza qilasizlar bu ekranda. Protsessorga keladigan bo'lsak, Intel Core i5 11-avlod 4 yadr 8 ta potok Pro 50 Hz dan notebook bemalol Pro 60 Hz ga turbo Hz razgonga chiqa oladi. Operatorning xotirasi DDR4 16 GB 3200 MHz. Azusi balandroq keldi bu safar. Bundan oldingi 8 edi. Mana sizlarga 16 GB li azu. Doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookda Intel Iris Tron video karta bilan jihozlangan. Ko'p notebooklarda Intel UHD bo'ladi. Unda Intel Iris video kartasining sifati yaxshiroq. Grafikada ham o'yin o'ynaganlarda ancha bilinadi. Bunisini azusi 16 bo'lganda ham narxi bundan oldingi partiyalardan arzonroq keldi. Narxini sizlar uchun $259 qilib beramiz. Ko'pchilik joyda 299 yoki 289 sotilyapti. Azusi 8 ligi, buni azusi 16 ligi holati ideal. Zaryadiga ham 2 soat garantiya beramiz. 8 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Hamma narsasi chotki. Undan tashqari notebookimizda sim karta tushadigan joyi ham bor. Modem olib yurmaysizlar, mana sizlarga tayyor sim karta tushadi. Portlari ham ko'p. Notebook eng muhimi Type-C dan zaryad oladi. Shu yerga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Notebookimizga 1 oylik garantiya beramiz. Nasib savdo orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Zaryadini aytib o'tdim, 8 soatgacha yetadi. Albatta qanaqa foydalanishlarga qarab yetadi. Faqat soni chegaralangan. Bundan oldingi partiyalarga o'xshab tezda tugab qolishi mumkin. Shuning uchun shoshilishni maslahat beraman. Va bugungi videomizni asosiy qahramoni Lenovo ThinkBook. Go'zalligini qaranglar. Ixcham, haqiqiy biznes laptopga kiradi. Polni metal, lekin metal bo'lishiga qaramasdan juda ham yengil qilib ishlangan. Bu notebookimiz ham основной Amerikaga mo'ljallangan, shuning uchun ko'ryapsizlar, faqat lotincha bor, lekin kirilcha qo'shilsa bo'ladi. Klaviaturalar metal bo'ladi, podsvetka bor, отпечатки bor. Notebookimiz 14 dyumli Full HD IPS displey bilan jihozlangan bo'ladi. Ekrani juda ham tiniq, ko'rib turganlaringizdek. Protsessori AMD Ryzen 7 5700U prosessor, 8 ta yadro 16 ta potok Pro 80 Hz dan bemalol 470 Hz ga turbo Hz razgonga chiqa oladi. Bu prosessorimiz Intel Core i7 11-avlod bilan bemalol konkurensiya qila oladi. Notebookimiz operatorning xotirasi DDR4 16 GB li 2133 MHz li. Doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookda AMD Radeon Tron video karta mavjud. 2 GB li bo'ladi. Shu yerga ahamiyat berib qo'yasizlar. Ko'p video karta pustoy bo'ladi. Bunda mana sizlarga 2 GB li bemalol o'yinlar o'ynasanglar bo'ladi. Bu notebookimiz ham основной student o'qituvchi buxgalter trading dasturchilarga mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari Corel, Photoshop, AutoCAD programmalarini o'rganmoqchi bo'lganlar, ishlamoqchi bo'lganlar ham olib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari Counter, Gita 5, Dota shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Chunki 2 GB li video kartasi bor. Notebookimiz zaryadiga juda katta ahamiyat berilgan. Zaryadiga 2 soat garantiya beramiz. Naq 10 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Bunaqa narxga bunaqa notebook topish juda ham qiyin. Narxini sizlar uchun $339 qilib beramiz.
Lenovo brendining eng ko'p sotiladigan ThinkBook modeli. Type-C'dan zaryad oladi, kerakli supportlari bor. Keyin Wi-Fi'larni ham bor, ko'rasizlar. Wi-Fi kam notebooklarda bo'ladi, bunda bor. Metal bo'lishiga qaramasdan juda ham mo'shniy. Uncha vazni og'ir emas. Zaryadlari ham cho'tki chiqqan. Ham dizayni ham juda ham chiroyli ishlangan. Sifati zo'r notebook. 1 oylik garantiya beramiz. Bu notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2023 ishlab chiqarilgan. Dell 2023, MSI ham aytib o'tdim 2022. Undan keyin Huawei'miz ham 2023, Asus 2022 bo'ldi. Shu yerga ahamiyat berib qo'yasizlar. Hammasi yili 2020 ning tepasi bo'ldi. Bu notebooklarda men aytib o'tib ketmagan ma'lumotlar albatta Telegram kanaliga, Instagramga joylanadi. U yerda yana batafsil o'zingizlar kerakli bo'lgan joyini ko'rib olsanglar bo'ladi. Rasmlari, hamma narsasi bo'ladi. Keyin bularni nasl savdoga yoki dastlabki qildirmoqchi bo'lsanglar ham O'zbekiston bo'yicha servisimiz bor. Istalgan hududga dastlabki qilib beramiz yoki istalgan joydan servisli xizmat ko'rsatib berishimiz mumkin. U tomonlar muammosi yo'q. Bemalol Telegramda lichkamiz yoki aloqaga chiqsanglar, pastki raqamlar orqali ishlarni bitirib beradi. Yana qanaqa savol yoki taklifinglar, qanaqa notebooklar obzor qilishimizni yozib qoldirsanglar, keyingi videolarda sizlar so'ragan notebookni qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Sizlar bilan Razer jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ldi.